Zakka o'zi shu narsadan foydalanadi. Sababi mana ko'p yerlarda to'rbayni payiga ham taqishib keladi. Sababi to'r chiqmasligi uchun. Misol uchun bir chini aytaylik, saqishni tepasiga bir spun qo'yib tashlab asirlab. Tuz yengolmaydi bu. Bu o'sha to'rga qarshi qoplama. Aslida mahallalarda 15 tadan ko'p demak, to'rga saqlash salqin tushib turadigan xonadonlarimiz bor. To'rov tomoni ham to'rg'on, quyosh juda ham